Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Xo'p, demak, bugun savdo g'oyalari bilan bozorda tanishib chiqamiz. Ya'ni bugun 29-sana. Tak bozor yopiq. Ertaga dushanbadan xudo xohlasa savdolarni yana boshlaymiz. Qisqa qilib aytib o'tib g'oyalar haqida o'zimning fikrimni. Demak, birinchisi tilla. Tilla ko'rib turganimizdek, ya'ni kunli intervalda minimumni buzib o'tib, svechasi pastda yopildi. Demak, endi ya'ni bitta juda ham ko'p narsani o'zi yo'q. Demak, ozgina buni buzib o'tib manipulyatsiya qilib qisqa muddatli bay ketish ehtimoli ham mavjud va keyin sel yursa ham kerak. Agar buzib o'tmaydigan bo'lsa, shatda o'zidan ham biroz mana bunaqa harakatda kutyapman. Aka kuzatamiz. Demak, o'zi asta-sekin trend selga o'zgaryapti tillada. Xo'p, bundan keyin kumushda yetarli g'oya yo'q. S&P 500 da biz mana bu holatda yaxshi vaziyatda ushladik, ya'ni S&P da mana bu zonadan signalni berganman sizlarga. Mana bu kichkinagina divizioniyani biz olgandik. Bundan keyin bunisi olindi, ya'ni buni bermadimi? Baribir bunisi ham olindi. S&P 500 u qisqa muddatli g'oya edi o'rtoqlar. S&P 500 uzoq muddatlida qaranglar. Juda ham kichik intervalda sel olishga shoshilmay turamiz endi. E'tibor beringlar minimumlarga. Svechalar minimumiga. Hech qaysida o'zidan bitta oldingi svechani minimumini mana buzib o'tyapti, lekin tepada yopilyapti, pastda yopilmayapti. Bu holatda ham xuddi shunaqa. Demak, dushanba kuni ham mana bunaqa bo'lish ehtimoli mavjud. Xo'p, hozircha oxirgi svecha bitta oldingi svechani minimumini buzib pastda yopilishini kutish kerak. Ya'ni trend kuch bilan yuqoriga qarab ketyaptimi? Juda M5 ga kirib olib, ya'ni qaranglar. Misol uchun M5 intervaliga kirib, stop loss tepaga bo'lsa, take profitni mana bu yerga qo'yish noto'g'ri. Har xil ozgina yurdimi biz tarafga, o'zi kichik interval, katta interval tepagami? Momentlarda har xil texnikani safe yoki bezubitga texnikalarni ishlatish kerak. Shunday bitimda stop ursa ham xavfsiz chiqamiz. Shunga ahamiyat beringlar o'rtoqlar. Undan keyingisi Nasdaqda mana bu divizioniyani bergandan buni o'quvchilarim yaxshi bilishadi, yaxshi ketdi. Bundan keyin buni ham olindi, buni men o'zim oldim, lekin hech kimga aytganim yo'q. Yaxshi ishlab berdi atrofotgasi va qaranglar. Batda ham xuddi shunaqa ssenariy. Demak, endi bozor biroz manipulyatsiya qilib, atskokning zonani buzib o'tsa kerak, chunki hali svechalar minimum mana bu yerdagi svecha ham buzilyapti, lekin tepada yopilyapti. Ssenariy hali dalsh ketadi. S&P bilan bir xil bu ham. Audiozida oddiy bitta sodda narsani aytaman, zo'r ishlaydi. Trend yuqoriga bu holatda ham kichik intervalga o'tadigan bo'lsa, qaranglar. Yaqinda mana bunaqa struktura bo'lish ehtimoli mavjud grafikda. Ya'ni bunaqa. Tushunlayni? Mana. Hop. Bu holatda mana bu yerda maksimum buzilsa ketib qolishi mumkin. Agar bu buzilmasa, boshqa buziladi, to'g'rimi? Oxirgisi buzilsa ketishi mumkin. Mana shunaqa struktura. Audiozida. Demak, kuzatamiz. Eng yoqqan oddiy strukturalardan biri bu. Lekin bozorda zo'r ishlaydi. Xo'p. Yevro dollar. Trend hali yana biroz yuqoriga. Ya'ni mana bu zonalarga chiqsa, birorta klassik model qidirib ko'rishimiz mumkin. O tepaga chiqsa, atskokning zonaga. Dollar frankda yaxshi vaziyat bor o'rtoqlar, ya'ni mana. Mamnunsiya idealni chiqadi. Bu H4 intervali. Strukturani ko'ryapsizlar, demak qachondir yaqin orada mana bunaqa moment bo'lishi mumkin. Mana.
Biz hozir mana bu zonada turibmiz o'rtoqlar, yaqin mana shu zonalarda turibmiz. Yaqinda bunaqa moment bo'lishi mumkin va mana shu zonadan shuni olish kerak. Demak, kichik intervalda birorta klassik model bo'lishi yuqoriga ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Sekretdan liniyalarga ham tushmayapti bu. Xo'p. Va eng sodda yo'li, ya'ni bitta mana bu yerda maksimum H1 ekan, bu buzib o'tilsa, ketdi yuqoriga. To'g'ri, uchidan ushlash ham mumkin. U bozorda tajribasi kam bo'lsa, juda ham mayda intervalga tushmagan ma'qul. H1 dagi mana shu maksimum buzilsa, o'sha ketdi shunaqa. Demak, yaqin orada ishlash ehtimoli bo'lgan yuqori bo'lganlardan dollar frank AUD o'rtoqlar. AUD risk zona anchagina kichkina bo'ladi, chunki bu M30 intervali. Balki kuzatamiz ertaga bozor ochilsa. Tak hammadan qo'llab, like, komment, fikr bildirishni albatta kutaman. Chunki ko'proq odamga yetib borsa, albatta bundan xursand bo'laman va ko'proq bozorda savdo g'oyalari va signallarni berishni ko'paytiraman albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.